Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat munbirga xush keldinglar. Biz bugungi programma to'g'risida bir e'lon chiqargan edik. Chunki surgunlik hukumat to'g'risida bir uqtirish chiqarilgandan keyin qisman odamni bizor qiladigan bir xil shaklda inkaslarni qaytargandan keyin ba'zi qarindoshlarimizninki kayfiyatiga bevosita ta'sir etgan ham ular bilan yuzturani munozirlashish, ya'ni bu kompyuterdan keyin o'tib emas, ekranga chiqib yuzturani fikr almashtirish, mayli tanqid bo'lsin, mayli fikr bo'lsin, ekranda hamma narsaning ochiq bo'lgani yaxshi. Shundoq bir munoziraga chaqiriq qilingan edi. Ammo afsus, bu e'lon chiqarilib 2 kungacha bulardan inkas kelmadi. Bu munoziraga chaqirilgan ikkalaniki birsi qisqa inkas qaytiribdi. Deydiki, sizlar oldi bilan o'zinglarning ichidagi ziddiyatlarni hal qilib olgandan keyin anandan munozira va boshqa narsalarga taklif qilsanglar to'g'ri bo'ldi deb qisqa inkas yozibdi. Yana birsi mencha bu e'lonni ko'rdi aniq, ammo soyasini ko'rmadik. Hech qanday inkas yo'q. Shunga bugun programma hamda e'lon qilgan vaqtimizda naq 8 da boshlandi. Taklif qilingan ekranga munoziralashga taklif qilinganlar garchi kelmagan bo'lsa-mu, bu ishga bosh sababchi bo'lgan Elyar Shamshiddin apandi ekranimizda bor. Biz bugun Elyar Shamshiddin apandi bilan suhbat qilish jarayonida boya tilga ilingan, munozirga taklif qilingan ba'zi shu birodarlar agar turli sabablardan chiqolmagan bo'lsangiz, telefon orqali qatnashsangizmi bo'ladi, qarshi olamiz. Va shular o'xshash fikrdagilar har qanday fikringiz bo'lsa, Elyar apandi qarshi oladi. Har qanday savolga javob berishga tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli Elyar apandi, ekranimizga xush keldingiz. Xush bulduk. Hamda bugun asli mumkin bo'lsa, shu boyaman degandek erkin bir fikrlashgan bo'lsak, ya'ni siz e'lonni chiqargandan keyin shu qadar qattiq gap so'zlar bilan hujum qilgan desakmi bo'ladi, tanqid deb tushunmadim men shaxsan uni o'qigandan keyin. Ammo shunday fikrdagilar asli ekranga chiqqan bo'lsa, bak yaxshi bo'ladi, o'tirib ommaning oldida ochiq oshkora bas munozir bo'lsa, hech kim u yerda sat gap ishlatolmaydi. Hammamiz ilmiy odam bo'lgandan keyin ilmiy munozir qilgan bo'lsak, bak yaxshi bo'lgan bo'ladi. Afsus, ular chiqamadi ekranga. İsmini atamaydi, shaxsan namaylan biladi kimligini. Oldi bilan siz chiqargan shu e'lon to'g'risida hammalarga bir tafsili uchur berib o'tamsiz. Bo'ladi, bizniki assalomu alaykum qarindoshlar, apandilar, xonimlar, adilar, singillar, qarindoshlarimiz, hammanglarga Allohdan salomatlik tilayman, xotirjamlik. Endi bu e'lon chiqarishimizdagi sabab bu yil 11-oyning 10-kunidan 11-oyning 12-kunigacha Sharq Turkiston surgundi hukumatining oliy qurultayi ochildi. Bu qurultay asos qonunimizda belgilangan. Kunidan tartib belgilangan, har 4 yilda bir ichilishi kerak. 2015-yilda Tokioda ichilgan. Bu yil Washingtonda ichilishi qaror qilindi. So'nggi qurultayimiz uchun xalqimizdan, o'zimizning jamoatidan, bizni qo'llaydiganlardan iyona to'plash bir faoliyatini ertaga o'rinlashtirdik 22-chisilar kuniga. Uni bizning Washington tarafidagi qarindoshlarimizning WhatsApp to'plariga hammasiga yo'lladik, xabarlantirdik. Undan boshqa Facebook'ni sep qo'yay deb sep qo'ygan.
deb qo'ysam, birinchi bo'lib işte haqoratli bir inkasni elib, nihoyatda qattiq achchig'im keldi, afsuslandim. Chunki o'tirda hech qanday bir ziddiyatim yo'q. Men bilan ziddiyatlashidigan yoshdagi bola emas. Mendan xiyli kichik. O'tirliqda ilib beradigan bir masalamiz yo'q. Shunga ko'nglim bak yerim bo'ldi. Shunga bizning bu Washington atrofida men 20 yildan oshdi yashayotgani. Shu Uyg'ur American Association qurilib 5 oydan keyin kelgan 10-oyda 98da. Bu yerda Uyg'urlar bir-birimiz bilan qarindoshday o'tadi burun. Yangidan kelganlarning oldiga chiqardik, hol-ahvolini so'ratdik. Qandaq yordamga ehtiyojing bormi deb yuguratdik. Hammamiz mashal bir-birimiz bilan hamkorlashib, qarindoshday bir-birimizning uyiga borsak, tuqqanimizning uyiga borgan hissiyotda to'y-to'kin nazarchiroqlarimizni mo'g'lash-cho'lash bildi o'tkazib, bir birlik, barobarligimiz, bir aramizda sevgi, muhabbat bordi. Ondan keyin jamiyat qurilib, albatta kollektiv harakat qilgan chog'da ba'zi bir ziddiyatlar, fikr ixtiloflari bo'ldi. Bunda munozirlarimiz bizning dastlabda shu Tarim list, Uyg'ur list deb qurilgan vaqtida bu bir email listi, sosyal media yo'q vaqtida 90-yillar, 2000-yillarning boshlarida. Biz bu yerda nəhayət qizg'in munozirlarni o'tkazdik. Bir-birimizning ko'z qarashlarini rad qiladigan vaqtlarimiz bo'ladi, o'zimizning ko'z qarashlarini ifodalashimiz bo'ladi. Ammo bir-birimizga hozirgacha undaq bu yerda og'zimizni buzib, haqorat qiladigan, hujum qiladigan ishlarni qilishmagan bir-birimizga. Keyingi mezgillarga kelgan chog'da hamda shunday ahvollar yuz berdi. Bunda bo'lmasa bo'ladi. Bunda bo'lishini biz xohlamaymiz. Hech kim xohlamaydi. Bir Uyg'urlar bo'ladi ekan, Sharq Turkistonlik bo'ladi ekan, biz yurtlarimizdan ayrilib, vatanimizdan ayrilib musofir yurtda yashayapmiz. Vatanda nihoyat bir ig'ir bir kunlarni ko'ryapmiz. Xalqimiz bizga ayıran bularning hammasini men bu yerda so'zlab shunmi kunda anglayapsizlar medialardan. Hamda mishada bizning loposimiz hozir 3000 ga qilishibdi. Deydi. Ben sanat görmedim. Herhalde köpeyip ketdik bu bizden 90-yillarga qarag'an chog'da 2000-yildan boshlariga qarag'an chog'da Uyg'urlar ko'paydi Washington tarafida. Shu vaqtdagi muhabbat bag'an siri shunday shaklda yomon o'zgarib ketdi. Bundan men bek afsuslanaman. Yana bu yerda biz bunda zulm topgan bir millat bo'lgandan keyin xalqimiz uchun cho'ng bir ishlarni qilib beramiz. Qilayotgan ishlarimiz hammasi shu burun nima qilganmiz? Kelyapmiz, chiqyapmiz, bu yerga arzimayapmiz. Klassik ishlar yana bir yuksalish bo'lmadi. Tashkilotlanish ahvolidami bo'linishlar bo'ldi. Bo'linishlar bo'lsa-mu, ben bir yerda jamoatchilikka o'zim ahamiyat berib keldim. Mening bilan o'xshash fikrdagilar bo'lsin, bo'lmasin, to'y-to'kin nazarchiroqlarga ijtimoiy munosabatim bilan siyosiy munosabatni ayirib tutib kelyapman hozirgacha. Hech kimga men haqorat qilganim yo'q, ham qilmayman buni deyman. Menimcha bu yerda endi shaxsiy haqorat balkim jiq odamning nazarida unda emasdi. Mening tushanchamda hozir ko'pincha shu o'xshamagan fikrlar asli chiroyli shaklda berilsa bo'ladi, ammo haqorat shaklida kelib, bu fikrlar nimaga kelyapti deganda shu qurilmoqchi bo'lgan, ya'ni qurilib bo'lganda xalqni ishini xalq ichib o'tib, xalq bizni saylasin, xalq o'zining hukumatini saylasin deb haqiqiy tusda bir hukumat olmoqchi bo'lgan. Sürgünlük hükümetinin 11-oyda açıldığı qurultayı to'g'risida bo'lyapti. Ya'ni bu haqda asli bir talash tartishma o kadar hojat emasdi, zarur emasdi. Chunki shaxsan men hukumat sirtidagi odam bo'lish bilan bu hukumatni 2004-yildan boshlab kuzatib kelyapman. 2004-yili Anvar Yusuf Turani bu hukumatni qurgandan tortib bilaman nima bo'lganligini. Men avval o'zimniki, ya'ni hukumat sirtidagi bir shaxs bo'lishim bilan bu hukumatga bo'lgan ko'z qarashimni qisqacha deb o'tay. Anadan keyin Elyor apandi agar xato yerlar bo'lsa, siz to'liqlab ko'pchilik tushuntirib bersangiz. Buningda 2004-yili bu sürgünlük hukumat xeyli dag'dug'li qurilgan.
Amerika parlamenti binosi yoki shu press center degandek bir yerda chiqib hukumat parlament binosidan bir yerda ochilgan. Demakki Amerika hukumati biladi bu ishni, qila dag'dug'liq bo'lgan bu ish. Keyin asta yani ishki ziddiyatlar, yani şu vaqtdan tatib boshlangan ishki ziddiyatlar sabablik bu Anvar Yusuf Turani efendim hukumatni qurib qo'yib uzun o'tmayla vatanga bordi. Vatanga berib, vatanda hashamatli mashinalar bilan oylanib, piyqirab, vatanda shu qadar ko'ngilli o'ynab kelganligini o'zi to'rlarda e'lon qildi, yana suratlarini. Nurg'un odam hayron bo'ldik. Ham undan keyinla shu hukumatning ichida az bo'lmagan fikrlar qo'zg'alib va u fikrlar oxiri ziddiyatga aylanib, Anvar Yusuf Turani efendi hukumatdan chiqarilgan, mening esimda qilishcha. Undan keyin bu hukumat davom qilib har yil shu abay deganda qurultaylarni ochib saylam elib bordi. Onun qatnashgan peshqadam inqilobchilarimiz, masalan Ahmad Egambardi akimiz degan o'xshash peshqadam inqilobchilarimiz yetakchilik qilgan masalan. Arlıqda Rabia Xonimga takliflar qo'yilgan. Bu qurultay bilan nimani ikkisini birlashtirsak yoki hukumatga kelsangiz, rais bo'lsangiz degandek takliflar bo'lingan, ammo u Rabia xonimiz uni qabul qilmagan va boshqa sababdan bilmayman. Ishqilib bu hukumat izchil shu vaqtdan tortib davom qilayotgan qilib, keyin bizning shoir Ahmadjon Osmon rais bo'ldi. Undan keyin bo'lgan ziddiyatlarni bilimiz saylan bo'lib, G'ulom Apandi rais bo'ldi degandek. Arliqda endi Washingtonda ochilgan bir qatorliq yig'inda shu hukumatdagilar o'zaro qaror elib, bu bosh ministr bo'lgan Ismoil Jengiz apandining vazifasidan qoldirilganligi e'lon qilingandan keyinla bu Ismoil Jengiz onu e'tirof qilmayman deb o'z oldimga hukumat qurman deb sakrab chiqdi. Shuning bilan bu hukumat hisobda ba'zilarning nomida ikki bo'ldi deb turganda uzun yillardan yo'qolib ketgan Anvar Yusuf Turani yana paydo bo'ldi. Paydo bo'lib u men qurgan bu hukumatni, men bosh ministr deb sakrab chiqdi o'tirgan. Shuning bilan xalqimiz orasida bu ta'nilar, kulki chaqchoq ham tillashlar ularning oyog'i uzilmay qo'yotdi. Ya'ni bu qatim Elyor Apandi bu e'lonni chiqargandan keyin bu qaysi hukumatniki yig'iniga iyon qilindi degandek masxaralardan boshlangan ish oxiri ba'zilarniki nihoyat qo'pol gap so'zlar bilan hujum qilishi, hatto ba'zilarning shaxsiyatiga hujum qilishidek shundoq nachar ahvolga bordi. Yetib borgandan keyin endi men o'z ko'zim bilan ko'rib turdim, ba'zi masalan shu da'vo sepida 30 yilning yo'g'i, hatto undan uzun yillar vatan millat uchun ichidan qaynab qolayotgan qarindoshlarimizning vijdoni g'ururiga tekkidek ishlar bo'ldi. Ammo hukumat sirtidagi bir shaxs bo'lishim bilan hukumatning nimishqa, ya'ni mening nazarimda bu hukumat asli bir. Ba'zi hujumlar vazifasini tashlangandan keyin uni qabul qilmayman deblar, bu hukumat men deb sakrab chiqibdilar. U hukumat meniki davosilar, u hukumat ikkiga bo'lingan. Yo'qolib ketgan yana bir hujum tuyuqsiz paydo bo'lib qolsa, hukumat uchga bo'lingan bo'lmaydi masalan. Mening shaxsan mening ko'z qarashimda. Endi bu haqda bu Elyor Apandining o'zining ko'z qarashini bir anglab o'tsak. Ya ben hazır sizin sözlep etken göz kararlarınızga %100 ketilime. Yani şu sizin sözünüzünü kuvvetlep biraz bir tarihi cariyanını sözlep koyayım bu mesele kadar. Ya bu 2004 yılı hükümet kurulgan vaxtıda sözüm anlatamda men bir telefon kirip kalganda şuna üzülüp kaldım ki dep oylamadım. Ya meyli. Şunun 2004 yılı kurulgan vaxtıda dastlabda buniki asas kanunu tuzilib chiqadi. İkinci qitimliq açılgan 11 aydagi qurultayda bu asas kanun ma'qullandi. 9 ayda e'lon qilingandan keyin asas kanun yezilish tayyorliklari boshlandi. Buningda nurg'un qitim o'ttirdik, suhbatlashdik, fikr berdik. Ba'zi yig'in zallarida bo'ldi buning muzokaraları, ba'zi uylarda bo'ldi. Bu shu muzokara bo'lgan, bu shu nimada
Enver Yusuf'nunki hadisi var. Maynur Yusuf Hanım'ın uyda oturup muşu müzakir bolgan çağda ben bergen bir teklif. Bu sürgünde hükümet degan mustaqillik davasınınki başlamçılık rolünü oynaydigan bir organ. Bunun kirgenler Xitayning düşmanı olamiz birinci numurluq. Endi bu hükümet kirib qo'yib orliqlarni Xitoyga ketadigan, vatanga ketadigan ishlar bo'lsa bo'lmaydi bizning hukumatning orasida. Shundaylarni chiqarib etish to'g'riliq bir qonunni kirgizishimiz kerak deb men bergan shu taklifni. Dedi Ahmet İgenbert Kamlava, Sultan Mahmud Kamlava, Demiyen Kamlava, hükümetni birinci qitim qurg'uvchilarning hammasi var. Enver Yusuf'mi var. Birinci olup Enver Yusuf o'rnidan qo'pib meni quchoqlab, "Ilyar qarindoshim, ko'nglimdagidek gapni qildi" degan. Endi undan keyin 2005-yil kelganda İstanbulda ochilgan bizningki kengaytirilgan yig'inimizda bu yerda Enver Yusuf uning oldida mush hadisi bilan internetlarda yomon satlashib jidal chiqarib ketgandikan hukumatning obro'yini to'kdi deb bu nima bizning Oliy Kengash vazifasidan ilib etgan buni. Vazifasidan ilib etgan vaqtida men Enverga tasalli bergan. Xizirbek bizningki shu vaqtdagi muavin bosh ministrimizga norozilik xat yozgan men. Enverni bu mediadagi nima bilan ilib etganinglar to'g'rimidi deb. Ama ular qarorni chuntude ilinib ketdi. 2006-yilga kelgan chog'da, ama milletvekilligi saqlanib qolgan. 2006-yilga kelgan chog'da dadasining o'lim bahanasi bilan vatanga ketdi. Vatanga ketishning oldida men bilan ko'rashgan. Mushta barayimki da'vatima degan chog'da sayrab ketgan sanda qilsam qanday qildi? Seni hozir xato ilyapti, ama seni yana shu bosh ministr qilamiz. Bu vaqt masalasi. Sen ketib qolsang siyosiy hayotini o'ldirsa degandim men unga. Men buning men o'ziga tushliq o'rinliq gapi bor te vaqtida hech kimga yaxshi bo'lmadim. Boshqalarni berib kelyapti, men berib kelsam nima bo'ldi deganda. Ama sen o'xshamaysa sen surgunda hukumatni dunyoga jakalagan surgunda hukumatning birinchi bosh ministri. U yerga borsam Xitoyning elchixonasidan viza olsa bunun o'zi sen ming mustaqillik degan bilan bu yerda sen simbol bo'lgan odam, simbol xarakterlik odam. Sharq Turkistondan Xitoy zaminini e'tirof qilish bilan barobar bir ish bo'ladi bu. Nima simbol xarakterlik odamlar bo'lmaydi. Buni tushuntirishimiz kerak. Desam bunimay chaqchaq qilib qo'ydim degan, ammo ketib qoldi. Ketib qolgandan keyin butun parlament a'zolarining o'rtaq qarori bilan hukumatdan qo'g'landi qilindi 2006-yil. Ama bu hükümet sürekli davamlı kararlılık kurultaylarını içip çok iş getirmişsimi bu müstakillik davasının çırakını yandırıp geldi. Hem de kiyinki hem de adım şu ketki diğerlerine ben aklım hayran. Hatta oturluk suç işgalleri var, birleşenler diyen şu ağrı bilen. Bir yerde birlikte hemimiz arzu kılmaz. Ama prensip var bir yerde. Bir yerde asas kanunumuz var. Ben şu asası kanunumuzu icra kılışta çıntırıp gelivatkan adam. Biz eliki alayda bizning aramızda hammadan itiraf qildigan bir lider chiqmagan keyin o'zimiz o'rtaq qabul qilgan bir asos qonunga bo'ysungan asosda birlik barobarligimizni shakllantirib xizmatimizni ilgari suramiz deydigan qarashdaman. Ama bu aslında buzilyapti bu ishlar bizga salog'i kelganlarmi bu masalani hal qilib kelgani yo'q. Birlashinglar deydi bu birlashgan bilan ishmonsi bo'ldi. Undan keyin xalqqa bergan javobimiz da bana senin ko'z qarshingni hozir anladik. Xalqqa nima javob beramiz? Asos qonunlarda vatanga berishni cheklab sizlarga bu vatanga berib qo'g'landiqqa odam bilan yana qayta birlashtiringlar qanday gap bo'lib ketdi desa nima javob beramiz? Ama bu meseleni hal qilish kerak oldi bilan. Bunun hal qilishning usuli ya biz asos qonunimizdan voz kechib
Hökümetning rahbarlari xohlagan vaqtida vatanga berib kelsa bo'ladi deganga ma'qul desak bo'ladi. Yoki bo'lmasa buningga yo'q desak bo'ladi. Agar men bugun bu gapni qistirib qo'yay, men hukumat nomidan so'zlamayapman sizlarga. Men shaxsiy o'zimninki Ilyar Shamshiddin nomim bilan intervyuga chiqdim. Men chunki hukumatning qarorini olganim yo'q, intervyuga chiqaman deb. Hem o'tirib qo'yadigan masalalar haqidami men boshqalarning roziligini olganim yo'q. Men o'zimninki kallam bilan bu ishga qaror qilolmayman, ammo o'zimning shaxsiy ko'z qarashlarim shu. Bu masalalar qanday hal qilindi? Endi u Türkiye'de ya belediye qo'llidimi, valiylik qo'llidimi, herhalde hukumatning xabari bor degan gap. Buni tuyuqsiz qo'llashning sabablari nima? Xitoy bilan Turkiyaning yaqin munosabatining bir ta'siri bormi? Bu orqali bu Amerikada yuksalib chiqayotgan Sharq Turkiston surgundi hukumatini ziddiyatga kirish, besib turish maqsadida bo'lyapti. Endi bular endi yillarning javobi, zaman bunga javob berdi. Ko'ramiz. Ammo biz hozirgacha biz o'zimizning asos qonun prinsiplarimizga asosan endi xalqqa ich ochdik. Bu hukumatni ba'zilar G'ulomning hukumati deydi, Anvarning hukumati, Chingizning hukumati. Bu gaplar menga tetimidi. Bizning hukumatimiz hech kimning hukumati emas. Bu Sharq Turkiston xalqining hukumati bo'lishi kerak deydigan muddaoda bu yil yerlik saylov ifoda. Bütün devletlerde, her bir devlette ondan aşmaslık şartı veren milletvekilleri. Ama bu yerlerde yani yerlik orullarda şu Şarkı Türkistan sürgün hükümetini ve müstakillik davasını kollaydıgan halkımız toplaşıp yani bu yerde bir bu şöyle parlamentolarını şekillendiriş ya ki başka NGO, NPO'larını kuruşu doğru olur da hükümetki milletvekili olup kirişmiş şart demez. Aşındak cemiyetler arkalı kolusunu bulundu. Mesela Tibet sürgünde hükümetinin parlamentosununki orunduk sani 45 ke. Ben bizden aktırıp gördüm Google'dan. Bundan bir kadem kirvetişimi şart demez. Ama bunu biz bunun dikin inşallah buladayımız bu Hristiyanlık nükleislatımız Muşu Şarkı Türkistan Milli Müstakillik davasınınki hem yukarı organı, karar organı kılıç muddarımız var. Bir yerde bizimki asasi meselelerimiz Şarkı Türkistan davasını kalagaralaştırış. Şarkı Türkistan gesivilingan toprak degen meseleni dünyaya tanıtış. Şarkı Türkistan halkının mutlak arzusunun müstakillik işgaligi. Şarkı Türkistan halkının müstakilliği erişmezden durup zulümden kurtuluşunun mümkün emasligini muştani dünyaya anlatış bizimki asası maqsadimiz. Teşkilatının işte qiynaldık. Aramızdaki işki ziddiyetlerini tügütünler deydi. Ziddiyet tügümeydi menimce. Ama ziddiyetini hal qilib man işki bo'ladi. Ziddiyetler davamlı tug'ilib manadigan narsa. Bu ziddiyet mi bizning taraqqiyotimiz uchun hassa qo'shadi deb qarayman. Chunki bir odamga mutlaq bo'ysunish bilan birisini pir tutib, orqadan uningga muridlikka kirgandek bir tariqatga o'qishni olsa bo'lmaydi. Parlamentoda har xil ko'z qarashdagilar bo'lishi kerak. Hozir bizda Uyg'urlardan boshqa millatlar yo'q degidek. Az. Bizde Şarkı Türkistan'daki öz vaqtida Cumhuriyet e'tirof qilgan 13 millatning vakillarining bo'lishini orzu qilamiz. Hamda bizda o'sha tashkillanish qobiliyati to'g'an bo'lg'achqa masalan parlamentda birisini saylab chiqargandan keyin vaqti kelgan chog'da ma'lum sabablar bilan yoki asos qonunga qarshi turish sabablari bilan uning vazifasini ip tashlab yana birisini qo'yish huquqi bor. Hem de vazifesini ip taşıldık diyen gap bunu milletvekilliğinden çıkarıvattık diyen ma'noga kelmaydi. Hem de vazifesinden sen ma'lum narsalarga bo'ysunmaganliging uchun vazifangdan ip tashlab milletvekilligiga huquq qo'yib boshqa birisini saylasa, u chiqib ketgan bir topib ayrim bir hukumat qurib o'tirsa, bu bir da'voga buzg'unchilikdan boshqa narsa emas bu masala. Biz bu masalalarni hal qilolmadik desak bo'ldi, ammo bundan keyin dialog yo'llari orqali bu g'arazni anglish kerak. Hamda har bir davlatdan 10 millatvekkili chiqib yotishga qarshi turdi. Nim deb qarshi turdi deyman. Chunki hozir mana o'zingiz bilasiz, o'sha BDT'ninki bizning haqqimizdagi sunilgan arzlarga qo'l qo'ygan
devletler, garip devletleri bizga qarshi qo'l qo'yganlar bütün islom devletleri. Bizning qarindosh millatlar bizga qarshi bir pozitsiyada bo'ldi Birleşken Devletler Teşkilatı'da. Hem de bizden qarindoshlarımızın ko'p sonli shu yerlarda yashaydi shu devletlarda. Hem de ma'lum devletki milletvekili soni eshib yetib qolsa, Xitoy shu devlet orqali bizning parlamentimizni kontrol qilamiz deb, shunga har bir devletga 10dan oshmaydigan qilib qo'ydik bu yil milletvekili sonini. Hem bunga mı itiroz bor? Şoň bularni men to'g'ri deb qarayman, chunki bu yerda shu narsani qabul qilishimiz kerak qarindoshlar deb o'ylayman. Hamda bu tashkiliy harakatda demokratiyada ko'p sonliqninki qarori nim bo'lsa, oz sonliq unga bo'ysunish kerak. Men bo'ysunmayman deb ayrim hukumat turibsa qanday bo'ladi? Ko'p sonliq bir nimani qaror qilgandan keyin 51% bo'lsa, shu 51%, 49% qabul qilgan bir axloqiy yetishtirmasak, ashta cho'ng qalayimqanchiliklar kelib chiqadi. Mishadi men bir gapingizni uzib o'tay. Bu endi agar birisi chiqib hukumatman desila, hukumat bo'lib qoladigan ish bo'lsa, men birini qura olmayman albatta. Bu qamlashmagan bir ish. Ya'ni o'zinglarning ishinglarni kishini o'zinglar bilasizlar. Endi hukumat degan bir organ, tashkilotmi emas, organ deymiz. Ya'ni hozirgacha shu fikr berib hukumatni tillayotganlardan men bizga hukumat kerak emas degan gapni anglamadim. Ya'ni bizga hukumat kerak deydi. Ama ular nemishqa boya degandek, tashkilot hukumatnikilar bilan gap so'zda, ideyada, fikrda birlikka kelolmaslik va yoki tashkilsizlik qilish va yoki boshqa ziddiyatlar sababli vazifasidan qoldirilgan amallar asli hukumat sen meni avatgan bo'lsang, men uni avatma, seni avatma, sen qo'shib do'stlaringning hammani avatma. Bu bir kichiklarning ishi. Masalan, bu İstanbuldagi vazifasi tashlangandan keyin sizlarning hammalaringning vazifasini tashlayotgan apandim, Uyg'urchani tuzuk so'zlayolmaydigan apandim. Agar ahli o'sha bo'lsa, unda qiliqsizlik qilmaydi. Masalan, kichiklarning o'yini emasda, men birisi bilan so'qishib qolsamlar, oyini ayirib chiqiblar, men o'yining ismini men ko'tarib chiqdim, voy meniki desa, u kichiklarning o'yini emasda. Bu sapasizlik, saviyasizlik. Hamda yana birisi bu burunqi bosh ministrniki nima sababdan vazifasini tashlanganligini tushunib o'tdingiz. Men bu ko'nglimni so'zladim. Ham bu yerda bu ahvolni ko'rib turib, bu hukumatning asli ish emasligi. Bu hamda o'zaro vazifasidan qoldirishlarning normal ekanligini bilib turib, yana bu nima ushib qoldi deguchilarning o'zining asli maqsadida problem bormikin deyman men. Maqsadlik shunda demdikin deyman. Agar ozroq aqli o'sha odam bor bo'lsa, o aldirab ham hukumat ushib ketdi demaydi. Masalan, bu bir shox daraxt deylik, biz shoxlari hamiz kesib o'tildi, ammo uning g'uli bor. Bu daraxtning yani daraxt bo'lishi uchun bu g'ol bo'lishi kerak. Biz shu g'olni to'laymiz. Ya'ni kesilib ketgan shoxlarni emas. Bundaq ishgan qandaqsiga avvalda shoxlar kesilib ketgan shoxlarni daraxt atab biz daraxt ushib ketdi, to'tib ketdi desa qamlashmaydi-da. Shunga bu yerda endi ko'pchilikningki boya degandek hukumat ushib ketdi, to'tib ketamdi deyishi meningcha maqsadlik, g'arazlik deyilayotgan gaplar. Ular avval men degandek bir narsani inkor qilmaydi. Ya'ni hozirgi vaziyatimizda bizga bir hukumat kerak, sug'undagi hukumat kerak. Ondaq bo'lsa, hukumat kerak ekanligini inkor qilmasangiz, obdan bir o'qib beqing sug'undagi hukumatning tarixini. Ya'ni asosiy g'o'li bayman degandek daraxtning g'o'li nada? U daraxtning g'o'li nada bo'lsa, u daraxt shu bo'ladi. Shunday qo'ymayman. Unda bo'lgandan keyin endi hozir o'yin o'ynayotganlarga ko'zirib bergan bir masala, agar hammanglar vatan millat deydigan ishinglar bo'lsa, og'zinglarni ochsanglar vatan millat deydigansizlar, ammo nemishqa birlasholmaysizlar. Masalan, sizlar qon dushman bo'lmagandan keyin birlashsanglar bu vazifasini elinib ketgan bo'lsin, boshqa sabab bilan chiqayotganlarni bir yerga akilib, do'stlarcha bir maslahatlashib, ma o'yinni yig'ishtirsanglar bo'lmamdi deydigan bir fikr bor.
sizde bakın, şu imkan var mı? Yani üç tarafınki hazır bir yere gelip, şu oyunlarga bir hatimi beriş imkanılar var mı? Endi diyalog orqali, suhbatlashish orqali hal qilgani bo'lmaydigan bir masala yo'q. Bence hal qilgani bo'ladi. Agar shu o'tirib mush masalalarni paranglashaylik desak, bir inson takabbur bo'lmasligi kerak. Hammamiz inson, xatolik o'tkazamiz. Xatoligimizni bo'ynimizga ola olsak, buningdan o'tkazgan xatoliklardan afv so'ray olsak, qolganlarimiz afv qila olsak, menimcha hal qilolmaydigan biz o'tirib talashadigan hech nima yo'q. Bizning qo'limizda bir vatan to'prog'ining bir parchasi yo'q. Hech nima yo'q. Hamma nimamizdan ayrıldık hozir. Hozir vatanga ehtiyojimiz bor hammamizning. Bunday sharoitda menimcha bu buzg'unchiliklarni qilmasa bo'ladi. Chunki bu falonchining hukumati degan gapning o'zi bir to'g'ri gap emas. Bu hukumat sharq turkistonliklarning bo'lishi kerak. Biz e'lonni chiqardik, kelinglar dedik hammasiga. Bizga mushundaq saylam qilib millat vakili chiqarib beringlar dedik. Endi buningga mushundaq qilib turib hozir 70 tak millat vakillarimiz bor. Buningga hurmat qilish kerak bu yerda. Mana mushu hozir men qatnashgan Sharq Turkiston surgundi hukumati qonunli hukumat, chunki asos qonunga uyg'un shaklda butun dunyodagi Uyg'urlarning vakillarini qatnashtirgan bir hukumat bu. Bu yalnız o'zining urug' chiqqanlarini yig'ilib qurib olgan hukumat emas bu. Yaponiyadan bor millat vakillarimiz, Qozog'istondan bor, Qirg'izistondan bor, Yevropadagi har qaysi davlatlardan bor, Kanadadan bor, Amerikadan bor. Bu ishni jiddiy qarab, buningdan keyin texnik yaxshilasak bo'ldi deb o'ylayman. Hakikaten şunda endi hazır endi bay degandek ba'zilarga o'yin bo'lib berayotgani, sizlar bu hukumat degan nomni o'yinga aylantirib oldinglar. Ya'ni bir hukumatni 2-3 qilib oldinglar deganda, buningda mas'uliyatni kimdan so'rash masalasi bor. Ya'ni kim xato qilyotdi? Mushu hukumatni 2-3 qildi deb mushu kulki chaqchaqlarga sabab bo'layotganlar zodi kim? Hozir masalan endi ya shu Washingtonda yig'in ochilib, millat vakillari saylangandan keyin bu millat vakillarini saylash ishi nurg'un davlatlarda elib berildi. Ham sizlarning chaqiriqinglar bo'yicha ya bu samimiy chaqiriqdi. Ya'ni kelinglar xalqim. Bu sizlarning hukumatinglar. Millet vekili çıkarıp biringlar, hükümetni o'zinglar saylanglar degan chaqiriq chiqqandan keyin nurg'un davlatlarda millet vekilleri saylandi ve bu saylangan vekiller 11-oyda qurultay ochib, bu hükümetni xalq saylaydigan bir hükümet, ya'ni xalq saylangan hükümet degan nomga akamoqchi, ham qo'l tiqib aralashmoqchi hükümetning ishiga. Bu mana menimcha ko'pchilikning orzusi, burundan deb kelayotgan orzu mushu. Tibetliklarning hukumati borki, nurg'un ishlarda Tibetliklarga ega chiqa oladi-ki, bizning kuchli hukumatimiz bo'lishi kerak degandan keyin bu kuchli hukumat nereden keladi? Xalqning qo'llashi bilan keladi. Demak, hozir hukumat xalqqa ishni ichayotgandan keyin bu millat vakillari hozir Washingtonga berib, bu hukumatningki yeni rahbarlik grupasini qurib chiqmoqchi. Mushtaq holatda boyiqi endi nima deymiz, iliqi tushib ketdi, to'tib ketdi deganlardan boshqa, bu o'yindan boshqa Elgar apandim ko'nglingizdagi gapni qilishingizni umid qilaman. Sizlardan bu hozir oz bo'lmagan masalalar ko'rilib o'tadi. Ya'ni oz bo'lmagan o't yurak qarindoshlarimiz sizlardan zo'r umidlarni kutib, sizlar bilan hamkorlashib, mushu hukumatni kuchlantiramiz deb yaninglarga berib, sizlar bilan guruh bo'lib yig'inlarni echish jarayonida oz bo'lmagan igizpa sadolar qilyotdi. Ya'ni oz bo'lmagan odamlar necha konkret sonini bilmayman-da. Asli bunday ishlar bo'lmasa bo'ladi. Mayli tashkilsizlik qilgan bo'lsin, mayli ba'zi g'ayriy bir qalpoqlar kiydirilib, masalan, hukumatga qarshi guruhvozlik qilgan, hukumatga qarshi tashviqotlarda bo'lgan, gap so'zlarda bo'lgan degandek toza tuturuqsiz bir sabablar bilanlar shu xalq saylab bergan xalq vakillarini
jazo ko'rish, masalan, ogohlantirish, chora ko'rish emas, bir xil chiqarib o'tish deganga o'xshash xabarlar quloqimizga yetyotidi. Bu jihatda sizcha may deganimda ko'nglimizga gapni qilsangiz, sizlarning xato qilayotgan yeringlarmi bormi yo'q? Endi bu ishki mesele bu yerda şu bizningki parlamentonun sırtında bir teftişimiz kuruldu. Bu teftiş hem de bir sotning o'rnida hukm chiqadi. Biz şu hukmga hurmat qilyapmiz. Hamda qarang bunday gap. Buningki pichoqning ishga ketgan yerim bo'lish kerak. Xatoliklardan xoli bo'lmoqmi tez. Masalan, Amerikada deymiz yoki dunyoning har qaysi yerlaridagi bu hukumatlarningki bu adliya organlari, soqchi polislari, turmalari hammasi mukammal. Qonunga xiloflik qilgan odamni olib jazolaydi. Biz jazolash mumkin emas bizda. Hech kimni jazolash huquqimiz yo'q. Bunda bo'lgandan keyin qanday qilsiz kerak desangiz, shu chiqarib o'tish bir chora endi buning. Eliqi intizomsizlik qilsa. Masalan, Amerikada 11. ayda saylananda Amerikaning milletvekilleri, parlament a'zolari 11. ayda saylansa, bular 1. ayning 3mi, 2simi vazifaga boshlaydi kongressda. Parlamentdagi vazifasi ijro qilinadigan vaqti 1. ay. Endi mushu oraliqda parlamentga kirib, Nancy Pelosi'ni o'rnidan tushib, men bu yerda asos qonunni o'zgartiraman, qo'l ko'taringlar, uni qilinglar, buni qilinglar desa nima qiladi? Qo'lga qo'ysin deb apurda ya apurga yerga. Bunda bo'lgandan keyin bu qoida, prinsip, qonunlarga bo'ysunmagan odamni qanday qila olamiz? Qalayimqan chiqargan odamlarni degan masala bor. Buningda ba'zi ijroatlar bo'ldi. Rasmiy demokratik platforma bo'yicha davlatlarning millat vakillarini bartaraf qilish qoidalari, tizimlariga kelgancha selish turganchada siz degan siz haqli bo'lishingiz mumkin, lekin shu surgunda hukumatninki bexatar ishlarning rivojlanishi uchun şunu bir çare bo'lib qolgan gap hozir. Bizda jazolash apparatlari bo'lmagandan keyin. Men deyman, endi hozir sizlar tunji qitim ishni xalq ichib o'tib, oz bo'lmagan xalq sizlar bilan hamkorlashib ish qilib boramiz degandan keyin, agar yurak sap bo'lsa, vatan sevgisi sap bo'lsa, bu odam durust odam bo'lsa, mustaqillik ideyasi haqiqatan kuchli birisi bo'lsa, oldi bilan ular bilan bir mazgil hamkorlashib ishlab, masalan, agar bak ishonchsiz odam bo'lsa, uni muhim vazifalarga qo'ymay turib, odam deganda bu qisqa vaqt ichida tushunib ketish mumkin emas. Asta tushunib to'liq tushunib bundaq chunki bu hozir xalqimiz orasida mush xabarlarni anglagandan keyin az bo'lmagan gap so'zlar paydo bo'lyotdi. Agar diqqat qilsanglar, bu palani odamning guruhi, u yadro bo'lg'achqa bu hukumatda ular xohlagan odamni aqlliga, xohlamagan odamni shunday siqib chiqarib o'tadigan. Amdaqda bu hukumatniki biz ilgari saskangan shaxsiy munosabatga tayinib ish ko'radigan tashkilotlardan nima farqi deydigan fikrlar bo'lyotdi. Shunga bu tashkilot falan odamniki guruhiga, o'zining oilasida ichib olgan yig'inida qurgan hukumatiga degandek gap so'zlarga sabab bo'lyotdi. Shunga to'g'ri siz degandek, agar bizning qonunlarimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, uni jazolash mumkin bo'lgan bo'lsa, qonun bo'yicha ashtoq jazolasak bo'ladi. Ammo biz hozir asos savatgan mazgil. Bu xalqni, millat vakillarini meningcha sizlarniki yeninglarga akamliginglarni oson to'xtamadi. Nurg'un jarayonlar orqali keldi ular. Nurg'un davlatlarda saylan bo'lish orqali xalq saylab berdi sizlarga. Unda bo'lgandan keyin bularning qadr qimmati bo'lish kerak. Avval 11. aydagi yig'inni, qurultayni sog'lom ichib olib, anandan keyin agar odam deganda savanlik hammamizda bor. Agar haqiqatan hukumatga mos kelmaydigan inson bo'lsa yoki prinsipal xatolik o'tkazgan bo'lsa, anandan keyin chiqarib olsanglarmi bo'ldigan ish. Hozir gapning ochiqni men tuzga qilib ko'nib qolgan birisi, mushu ishinglar, ya'ni bir turkum odamlarni bir xatolik o'tkazdi deb siqib chiqarib o'tishinglar xalq orasida
yomon ta'sir paydo qilyotidi. Buni his qildingizmi? Ya rahmat deganingizga bu menimcha diqqat qilishga tegishli, tuzatishga tegishli masalalar. Ben mesela parlamentonun reisi vazifesini ödedim. Bu bizde kurulgan 7 kişilik nimi var? E, Bu adliye nimisi, teftiş heyeti. Bular başlığı Abdullah Nurdamullah. Bular bazı bir milletvekillerinden salayetini iniqlab, bu çünkü ilan verilgen vaqtidalar. Ulan Osman Kam'ın sözlügen sözü var. Videoda sizler söhbetleşkenimiz degan. Biz milletvekillerinden aval kabul kılmayız. Ondan keyin bularning salohiyatini tekshirib, chiqardig'ini chiqarmaymiz degan gapni qilgan insonsiz bo'lsa. Bu davomli bo'ladigan ish emas. Bu yangi milletvekillerini olgandan keyin shu salohiyat tekshirish ishi ip berildi. Hozir ko'ryapsiz, har xil odamlar bor. Shunga ba'zida ehtimollikqa qarabmi bo'lgan bo'lishi mumkin. Men bu hukmlarni to'liq bular hukmni chiqargandan keyin men hurmat qildim. Bunga bevosita aralashmaganligim uchun naq javobni berolmayman. Andan keyin Abdullah Nurdamullamning o'tirib qo'ygan bir nimalarda hamda bu chiqarilgan shaxslarning ba'zi bir shaxsiy yuz obro'yini to'kmaslik uchun buni ma'lum ko'pchilikka e'lon qilmadik. Andan keyin ba'zi masalalarni o'tirib qo'yamidik, o'ziga uftadik degan gap bo'ldi. Shundan bilan uni ko'chilab men bu so'ramadim. Bu ish shundoq bo'ldi. Endi biroz oshirayotgan taraflar bor bo'lsa, buni endi ilgirlagan holda muloyiza qilib, tuzatishga tegishli taraflarni o'ngshaymiz xudoyim bo'lsa. Endi men bu hukumat sifatidagi birsi bo'lish sifatim bilan xalqdan kelgan inkoslarga asosan sizlarga foydali bo'lib qolar, foydasi bo'lib qolar degan maqsadda bu ishni o'tirib qo'ydim. Endi yana bir ish, endi bugungi programmani o'rinlashtirishimizda beshida degandek, shu siz e'lon chiqargandan keyin iyonni to'plash faoliyati to'g'risida ashaddiy sat hujum qilganlar bo'ldi. Endi bular bilishimcha siz taniydigan odamlarga. Bularniki sizcha mushundoq sat hujum qilishida asosli sabab nimadir? Şu asaslık sebep ne? Şu özülen paranlaşıp bilmesek hem de bir yerdeki asaslık sebeptim ben. Bu her xil ben yazılgan neslerge karayma bazı bir töhmetlerimi var. Belki xuddi biz bir yerdeki cemaatini bölüp atkandek. Biz bölüp atkandek. Bir teşvikat var. Hem de ben sizge şu neslini sizle biteyim. Türkiye'de 6 yıl tuttum. Türkiye'de mi teşkilat işlerine, dava işlerine arlaştım. Dava kardeşkallarının arzıda şunda bir tuğan hürmet vardı. Ve İzmir'de okugan, şu özümüzün Uygur kıyırındaşlarının köygüne İstanbul'a berişke tertil vaxtlarda aldırattım önde. İstanbul'a basam Uygurlarını görmeyeyim de. Çünkü İzmir'de Uygurlar çıkamazdı. Alimcan bilen aralışattım, profesör olup yaptı hazır Ege Üniversitede. Onun için Cilil Kamlabat'ı ulavlarından çıkmış çalışımız ama cık Uygur yok önümde İstanbul'da. Değil İzmir'de. Hem şunda bir yaxşı bir keyfiyat vardı. Hem şu yerde Türkiye'de ip verilgan davada biz insan hakları digenini, öz haklarını öz belgeleştigenler yoktu. Bir Şarkı Türkistan milli davası diyen gap vardı. Ve bir yerde mustaqillik o'tirib qo'yiladdi, Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlar o'tirib qo'yiladdi, Xitoydan ip berilayotgan atom sinoqlari o'tirib qo'yiladdi. Biz shuni bilardik. Biz uningdan boshqa avtonomiya da'vosi degan gaplarni bilmadik. Bu inson haqlari deganini bilmadik. Bir siz so'rasa, o'tganda birlar deydi, mustaqillikni kimdan talab qilsa deb. Biz mustaqillikni bir sizdan talab qilamiz deb o'zimiz olamiz mustaqillikni. Lekin xalqaro biz anlatgan vaqtimizda Turkiyaga muxbirlar bizdan so'rab qilib, sizlarning maqsadinglar nima, nega bormoqchisiz, biz mustaqillik deb to'qinday ekan chog'i. Ammo jamoat fikr to'plash uchun hukumatlarga sunadigan narsalarimizni asosan
Adırmış insan hakları teşkilatı kılayotgan davanı kılattık. Vatanda ip kırılayotgan zulüm, işkence. Muşlarını anıltattık halkka. Hem de ben şu boyunca kaldım. Özgermedim. Hazır mı? Şarkı Türkistan davası asas cihette nime dava değilse zemin davası, istiklal davası değil mi? Burunki Şarkı Türkistan davasının Türkiye'de çırağını yakalamışlar degen. Mesela Mehmet Emin Buğra'nın bir makalesi var. Ben okugan. Şarkı Türkistan davası tügüdü mü degen. Bunu Türkçe yazgan. Türkçesini okugan kaysı bir jurnalda battı. Bununda Şarkı Türkistan halkının nüfusu, Şarkı Türkistan halkının ki micazi, psikisi, iktisadi ahvali, dini itikat ahvallarının hemen tatbik kılıp Şarkı Türkistan davası tügümeydi. Şarkı Türkistan'ı müstakil kılıcı devamlaşıdı dep ahırlaştırdı makalesini. Bu davada biz Şarkı Türkistan müstakilliği davasını kokmay dep kelgen adam keyinki mezgillerge kelgen çağda bu yerge bir qarkol kirdi. Bular ayrılışqa başladı. Müstakillik degeni delenmeydiganlar şekillendi. Zemin davası degeni delenmeydiganlar şekillenişke başladı. Avtonomiya talep qilamiz deganlar o'tirg'a chiqishga başladı. Bu günah bizning günahimiz emas. Biz asli şu davanın içinden kelgan. Biz hech kimni bölmedik bu yerda. Biz şu bitti, muzdek turyapmiz. Özgergenlerni dese oldu böldüm dep. Biz Türkiye'de Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Ali tekiller yakkan çırak bilen ketip barımız hazır. Şarkı Türkistan davasını istiklal davası dep kelyapmiz. Zemin davası. Mesela bu şu cihat kelgen çağda Tibetlikler dinki bir mesela özünüz bilirsiz avtonomiya, Ali avtonomiya davasını oturuyor siyasette oturga çıktı. Onun netice kazanamadı o. Lekin aşılar insan hakları cemiyetleri hatta avtonomiya talep qilgan bilan besevilingan zemin degenden vaz kechma deydilar. Bizde bundan mı vaz kechish oldu? Biz Cumhuriyet Uyg'ur, biz Cumhuriyetdagi indigenous Uyg'urlar degan gap. Ma zemin Xitoyning zemini, men shularning odami, shularning bir tabasidagi birisi. Bu yerda men ayrim bir mustaqil davlat quraman degan ma'ni bildirmaydi. Bu yerda zeminninki davası bizning ko'z qarashimizda bu işgal kılıngan zemin. İnsan hakları mı anlatıyoruz bunun içinde? Ama aynı esnafın biz vazgeçmezligimiz gerek. Mesela Aktaşlık kitap çıktı. Aktaşlık kitapta bütünle karıştırıbatımız var. Bizninki burundan tartıp oturgu koygan narsalarımızda Aktaşlık kitapta bizning vatanimizde Şarkı Türkistan emas Şinjan depti. Biz Şarkı Türkistan'da batımız. Uyg'urlar Mongoliyadan ko'chib kelgan, Türk emas. Biz Türkligimizni e'tirof qilamiz. Şarkı Türkistan Uyg'urlar bir yerdan ko'chib kelgan emas. Chunki Şarkı Türkistan ularning ko'chib kelgan degan ko'chishi o'tgandan merkez qilgan Uyg'ur imperiyasining Qirg'izlar tarafidan yiqilgandan keyingi ko'chish. Bu davlatning ichidagi ko'chish deyapmiz. Shunday qo'y amaliyotimiz. Ko'chga naroz. O'tgandan turpan ko'chib kelgan bo'lsa bu chet eldan ko'chib kelgan bo'lmaydi. Hozirqilarning meni sig'dirayotgan narsa vatandim şu dersini tuttu. Uyg'urlar Mongoliyadan ko'chib kelgan deb. Mongoliya bizning idoramizda vaqtida Saddichinning Xitoyning milliy davlat chegarasining shimoliy taraflari hammasi Uyg'ur davlatining to'proqlari bo'lsa. Bu yerda ma'nosini o'tirib qo'yish kerak. Qo'yib bu ko'chish zamindan zaminga vatanning ichidagi bir jutdan bir jut ko'chish masalasi. Buni nurg'un yoshlar bilmaydigan biz Mongoliyadan ko'chib kelgan ekanmiz. Biz bu ko'chman ekanmiz deganlar bormish yerda. Elyor efendi bir telefon kirib qoldi. Telefonda bir olsam, andan keyin davom qilsak. Bo'ladi. Qani so'zlam. Alo? Ovoz bek tuvan u. Yo'q, yana yaxshi emas, ovoz bek tuvan. Doktorma endi gapmi? Endi gapini chiqdi. Endi anlayapman. Endi anlayapti. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
yaşamışsın. Aleykümselam. Gep kılama. Anlatamca. Anlamadı da. Assalamualaikum. Aleykümselam. Bu cesaret sizle belki yakşı bir sualla oturup oynadınız. Aha. Ben hükümetten anlatamca. Anlamadı da gep kılama. Ben hükümetten milletvekillerini çıkarıvetiş to'g'risida yaxshi bir suhbat, yaxshi bir savolni o'tirib qo'ydingiz. Endi men bu Sharq Turkiston hukumatininki bir milletvekili va Sharq Turkiston hukumatininki shu Takku Saididagi bir heyet a'zosi bo'lish salohiyatim bilan buni bir azroq tushuncha berib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Aha. Endi bu yerda Sharq Turkiston hukumatininki boya İlyas Shamsat parlamento raisimiz İlyas Shamsatning efendi deb o'tgandek bu milletvekilleri qabul qilingandan keyin yerda bana ak görünüşü ismi tadqiq qilindi endi bu milletvekillerinin. Bu tadqiq qilish jarayonida yolg'iz Sharq Turkiston hukumatininki milletvekilleridan kelgan fikrlarni emas, xalqimizning orasidan kelgan fikrlarni ko'zda tutgan asosda bu yerda bu hukumatga kirishi, hukumatda xizmat qilishi layoqatsiz deb kelgan taklif fikrlarga asosan bunu ko'zda tutgan asosda biz nihoyatda inchiklar tadqiq qilib bordik. Endi bu taftish hay'atida yetti odam, ya'ni bu yerda odil bir qaror chiqarilishi uchun qonun bo'lmasligi kerak degan narsani ko'zda tutganda bu taftish hay'atida yetti hay'at a'zosi bor. Bu yerda yetti hay'at a'zosiniki nihoyatda adil şekilde karar çıkış için özlerinin fikri, her bir teftiş heyeti özlerinki tatbikatını ipvardı bir yerde. Yani milletvekillerinin veya ki halkımızın kelgen fikirlerine asasen bu hükümette layakatsiz bir yere kirişki bulunmaydı diyen insanlarla tatbik çıktı. Tatbik kılış jarayonida bu yerda bazı meselelerden İlyas Shamsatning arkadaşlık tüketkenlik belki pichoqni keskin ketgan taraflari bo'lishi mumkin. Lekin bu tadbiq hay'atidagi nihoyatda odil chiqarilgan ba'zi qarorlarni ko'zdan qochirib qo'ymaylik demakman. Masalan, tadbiq hay'atiga kelgan fikrlar bu hozir hukumatdan chiqarilgan, hukumatning milletvekili qilinmagan qarindoshlardan boshqa qabul qilmanglar, milletvekili qabul qilinishi bo'lmaydi degan qarindoshlarni bu yerdagi işte tadqiq qilindi, lekin bularninki milletvekilligi qabul qilindi. Buning uchun degancha bu dalil isbotlar bularning Sharq Turkiston hukumatida milletvekilligi qabul qilinmasligiga doir dalil isbotlar ko'rinmaganligi uchun bu yerdagi 7 kishilik taftish hay'atidan ko'p sonli, ya'ni demokratik usul bilan ko'p sonlilikniki qarshi chiqishi bilan bu milletvekilligidan chiqarish kerak degan taklifni hatta rad qilindi bu yerda. Va bu qarindoshlarning ismini atab yurishning o'rni yo'q. Hozir bu bizning ishimizda shu qarindoshlardan nechisi bor. Ilarni aktiv xizmat qilyapti. Endi hukumatdan chiqarilganlarninki va ko'rsa milletvekiliga qabul qilinmaganlarninki ba'zi masalalarda tafsilotga kirmayman, ammo shunda tushuntirayki, bu yerda bir masala bor. Har qanday bir davlatning davlat sistemida ikki davlatning davlat sistemida o'xshash xizmat qilolmaydi. Masalan, bir Amerikaning davlat sistemida xizmat qilayotgan bir milletvekili Xitoyninki berib Xitoyning atalmish xalq qurultiyi degan yerda milletvekili bo'lolmaydi. Shuning uchun Sharq Turkiston hukumati biz xalqimizning milletvekili. Biz bu yerda xalqimizning hukumati bo'lgan bu yerda bir Sharq Turkiston hukumatida xizmat qilgan davlatdan shu hukumatni bir Sharq Turkiston hukumati xalqining hukumati deb e'tirof qilgan bir odam bu hukumatdan asal qonunga qo'yilgan va bu hukumatdan chiqarilgan bir odam bilan boya siz deb o'tib ketgan kesilgan shoxlar o'zini hukumat davosa u to'plarni tutib yana hukumat desa bunda odamlar ba'zi chiqarishga kerak bo'lgan insonlarga biz shunday ultimatum berdik. Yani shunday aniq darajada bularga ogohlantirish, oqibatidan ogohlantirish berdik. Lekin bu Sharq Turkiston hukumatida mavjudiyatni saqlab, xalq uchun shu mustaqilligimiz uchun bir kurash qilaylik desa,
Ağır hükümetten asas kanunu uygulandı, hükümetten çıkarılgan adamların kurulgan atalı bir hükümetmendeki üzerine sınırı şöyle uçurursa, bizim ülkenin üzerine uçurursa, mağlup güzel eğer hükümet bilsen, şu hükümetten başka yerine itiraf olmasının gerek, bizim AKP'nin verilgen odaklanmışlarda sert kılgan insanları çıkarış mecburiyedir aldı ve mecburiyedir. Bu hükümet eğer bundan insanlarını tutamırsa, çıkıp olmak katangasını olan insanlarına çıkıp ihbarı olmayı Rahmet sizge, nəhayət yaxşı fikir verdiniz. Xeyr, Allah'a emanet. Bu qarindishimizning tushuncha berishi nihoyatda o'rinli ham vaqtida bo'ldi deb o'ylayman. Chunki mening bilishimdami bu uzun yillardan xalqimizniki bakrak fikr beradigan yeri hukumatning amaliy ishi yo'q, qilgan ishi yo'q deyishida hamda yoshlarga amal xumor azroq qalpoq kiyamiz, uyqusi kelmaydigan dardisaranglar borchu va aramizda Uyg'urlarning aslida. Ro'yi kasallik qo'ymiz, ularni ashundaqlarni kiryapti bu hukumatga. Va shundaqlarni ko'rgan, o'z ko'zim bilan ko'rgan. Ayni vaqtda shu hukumatniki bir nimasi bir amal qilgan to'qman bilib bilmay oldiga berib qolganda, mavzudingdek ko'rilib, igizni yerga qarab muomala qildi. Ma'adashdan kallisi elish qolganmidi deb keyin anlasam hükümette bir qalpiqi vakan to'q. Hamda mushundaq ro'yi kasallarni kiryapti ekan, ularning chiqarib etilishi gapni ochig'i menimcha yaxshi bir ish, normal ish. Ishni xalqimizning hozir bakroq qaqshaydigini, ya'ni fikr beradigan tarafi nima deganda, hukumat deymiz, hukumatning amaliy ishini ko'rmadik. Hamda boyaqanadek ro'yi saranglar kirib olsa, u ish bo'lamdi u yerda, mumkin emas. Şuna bularning chiqarilishi menimcha nihoyatda to'g'ri ish. Ammo bu chiqarilgan insonlar endi o'zining sapasiga tushliq ish qilyotdi. Masalan, oyoqdan chiqib ketib, mayaqdilar asli hukumatmandim. Ava emas, men 5-10ning biriga gap meni olib tashlabsa, men 5-10ning hammani avetiman deyish, endi bu bir AQ'ning gapi, endi bu normal inson qilgan gap emas. Bularni chiqarish to'g'ri. Abay mening fikrimning berilishi, men biladigan o't yurak, qo'ldan ish keladigan sapaliq ba'zi bolalar, yosh bolalar, o'rta yosh bolalar, 40-50 yoshlar atrofidagi bolalar. Bu shu millat vakili bo'lib saylanib oranglarga avatilgandan keyin ba'zilarning turli sabablardan chiqarib etilishi, ba'zilarniki fikir qo'yish jihatimi, fikir berish jihatimi qiynalib shunga o'xshash. Hamda boshqa nimalarni angladik. Masalan, ma'vo topib turing, Solih telefon qilib qopti, alayli Solihni nima deydi bir anglaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jasorat qadar Yaxshi, Allohga shukr, o'zingizchi. Allohga shukr. Fikr qatnashtirib. Nahmaydan qilyapsiz? Nahmaydan qilyapman da. Men bir gap deydigandim. Ha, dana. Endi o'z qarindoshlar bu bizniki hukumat chexe qaytadan dollar vaqtida hamma narsa bitmoqlik ketmaydi. Men bu xususda tushirgan hukumat to'g'riliq bo'linki Muşlar tecrübeli eleştirin bilen de çıkıp söhbet ötkazgandim. Bularni bu öz vaqtida mushunda hozir bizniki xudo hozir ko'rayotgan masalalarni bularni o'tkazib ekan. Öz vaqtida bundan ichida mushlar ishlab ekan. Anandaki bazı qarindoshlar bu nima uchun uni chiqarib etamiz, nima uchun buni qo'yib etamiz meseleler bulardı. Hamda men bir yerde hammasini qonun bo'yicha qilishimiz kerak. O'zimizniki anayasamizda qonunimiz bo'yicha apparat etib berishimiz kerak. Ammo yana biz hamda itiraf qilmasak bo'lmaydi. Bir yerde bu Sharq Turkiston davosini Xitoy yo'qitman deyotganda ta Sharq Turkistonni biz kirgandan tortib Xitoy bu davoni yo'qitman deb kelgan. Chunki bu shu 8-ci ayda, yani 7-ci ayda Xitay devlet müdafiye siyasetine oturup koydu.
Bu siyasetninki 4. nişanı, 7 nişan koyaptı. 4. nişanı Şarkı Türkistan'ınki kurulup kalışını toxtuş. Yani kurulmaslıkını toxtuş. Şunun için hamda Xitay var gücü bilen bu davasını toxtuş için, hükümetini yok kılış için tirişidir ve tirişip kılıyorlar. Hamda bizimki Şarkı Türkistan kılıkıda mağluqda bu sürgün hükümetninki devlet bir xatarlik organı yok. Bizde o nasıl şekillenmedi ve o şekilleniş kumu belki bir neçe yıl geçiş mümkün. Benimki bu kuvvetkan hazır masterlık kuvvetkan kestim şu devlet bir xatarlik. Yani o doğru ben normal kitap okuyayım asasiyatın. Bu kitap ne? Halkımızda hem de İngilizce bildiğinlerine tavsiye kılınan. How to catch a spy, the art of counterintelligence. Yani casuslarını kandak bilip çıkış, karşı istihbarat penliden. Bu kitapta yazılıdır. Kanda Amerika hükümeti rezilaklılar, istihbarat bölümleri, kanda şüphelik insanlara bula közüm okuya, az şüphelik insanların közüm okuya, devletten nurgun ziyan keltüygellikini, 20 yıl işte aslında bir kişi var, 20 yıl işte Amerika'nınki şu istihbarat xadimlarininki bir mingdan ortiqini vayron qilishga sabab bo'ladi. Va davlatninki siyosatini, tashqi siyosatini vayron qilishga sabab bo'ladi ekan. Shuningda bu kitobda deydiki, kichikina shubhalik yerlar bo'lsa-mu, o kishini ishga olmaslik kerak. Chunki agar bu xatolikni o'tkazib qo'ysak, davlatning manfaatiga ziyon yetkazadi. Shuning uchun bizmi hem de bizdeki o istihbarat bölümümüz yok, teşkilatın kurduğun. Ama tedbir edişimiz gerek. Mesela başka teşkilatlar tedbir alamayın veya ki mağdurda adamlarını alt görünüşlerini bulmadan ya ki şüpheli adamlarımızın o taraf davasını müşündaki nokta kaldı. Şunun için pakiz mandırış için biz şüpheli insanlar olsun mu ulanı kapılmadan kanun boyunca maaşımız gerek, kanunda manda tabi yazılık dedi. Bizim şu hükümetninki ve davanınki yüzü abroyunu saklap karıştın. Hazırca siz bilen çıkınmayı turaylı, çıraylık da koysak bunu da. Dediğim şu anda biz Ahmet geçip çıranlı desek bunun bu yerde yaşlı adamla çırıdı, ağır seni karanlı çırıdı ve yaman insanlarla çırıdı. Bunu biz yakında yaman insan yok. Otlarsak yüzümüzü aldırgan buluruz. Doğru. Bo'ldi, rahmat sizga. Hamsam Ozod Bagingizga nihoyatda yaxshi tushuncha berdingiz. Xayr, Allohga omonat. Amsalik ma'u kasbiy nuqtadan bir tushuncha berdi buningga. Masalan, o'qigan kasbi shuki davlat bexatarligi. Bu vaqtda agar mukammal, ya'ni ishonchlik bir organni yapmaman desam, shubhalik odamlarni yaqin keltirmasligim kerak degan prinsip bor bu yerda. Uni o'qiganni dedi. Hamda xalqimiz orasida g'ulg'uli bo'layotqach, bu nima qilgani bularniki, bular o'xshashgan burunqalikqa tashkilotlarga o'xshashlar, shu o'ziga yaqinlarni akiliblar, ancha ko'zga sig'maganlarni tip chiqirib beryapti, ashta qilyapti bular degan fikr yamrab qolg'achqa, buni ekranda sizlardan so'rash mening majburiyatim. Hozir aralda hali yaxshi tushuncha berildi. Hamda bu savol qallasida borlar, bu savolni o'tirg'a qo'yayotganlar herhalde bir javob oldi deb o'ylayman. Hamda gapimiz kelsak, Elyar apandan boya hamda Amerikadagi shu sizga hujum qilganlar bilan bo'lgan munosabatingiz to'g'ri bir so'zlab o'tdingiz. Hamda mening tushunchamda his qilishimda bu asosan shu siyosiy da'vodagi ko'z qarashning o'xshamasligidan, ya'ni burundan tortib nima deymiz, o'zining mengatgan yo'lida chim turilib, mening to'g'ri men birdan bir deydigan odamlar oz bo'lgan ekan aramizda.
bu sürgündeki hükümet kurulup kalsa, azır biz halkımızga ümit qilayotgan bir boşluqni to'ldirib qolamı, bir merkezni shakllantirib qolamı, bu shakllanib qolsa, men qanday qilmayman, mening tashkilotim qanday qiladi deb bir andishi bo'lg'achqa, ya'ni bir amal qilib dushmanlik qilish ideyasi bo'layotganlarmi bor meningcha. Bulam az bo'lmagan eskiliklarni qavatidi. Ya'ni sürgündeki hükümetin gap chiqsa, to'rt put o'g'ri qoladi o'zadi. Ağzını buzup tillashdan boshqani bilmaydi. Yani ularning tep bargan gapi shu hukumatmi, to'rt hukumatmi, qaysini e'tirof qilamiz, nemish qilding? Bu shu nemish qilding masalasi kelayli, ellar apandim. Sizlar bu ishni xalq echib etib, hukumatni xalq saylasin. Bu haqiqiy xalq e'tirof qilgan hukumat bo'lsin deyishki, maqsadinglarmi amaliy ish qilish, shu bosqichga o'tishku deyman. Elbette. Endi mesela sizlar hozir Tibet sürgünlüğü hükümeti namoyish qilibdi, yana birdan qilibdi deydigan xabarlarni anglamaysizlar. Buni Tibetninki tashkilotlari ib boradi-ku, normalda har bir joyda, har bir rayonlardagi tashkilotlar. Endi bu Sharq Turkiston sürgünlüğü hükümetininki asosiy maqsadi o'sha xalqqa ichilish orqali umumiy fikrlarni bir yerga yig'ib, umumiy harakatga yo'l ko'rsatish. Bütün xalqimizningki fikrini bir yerga to'plab kelib, buni parlamentda muzokara qilib, qarorni bog'lab, bu da'voni bir ratlash. Endi bu yerda masalan namoyish deymiz, hozir nima ish qilishimiz kerak? Namoyishni qilyapmiz. Bu yerlarga arzini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sundik. Buningdagi qildigan ishlarimiz shu. Endi hozir sürgünlü hükümet mening kallamda tartib silib bir xalqninki himoyasiga bir erishsa birinchi bosqichda, uningdan keyin buningga bir full time ishlaydigan ma'lum bir mablag'larni topsak, masalan Amerika hukumati bilan bir aloqalashib boqaylik deyapmiz bu masala haqida. Tibet sürgünlü hükümetiga bergandan keyin Sharq Turkiston sürgünlü hükümetiga nima uchun bundan mablag' bermaydi deb. Chunki buningda hammamizningki bir ishlaydigan ishimiz va xizmatimiz va uy yoqni saqlanmaydi. Ishdan sirt bo'lib qolyapti bu ishlar. Endi buningda biz qanday qilamiz bu yerda? Deganda lobbichilik qildigan gap. Bu har bir davlatlar bilan aloqalashimiz. Biz mushunda bir besib ilingan zimin ekanligimizni e'tirof qilamiz. Uningdan keyin vatanimizning nomining Sharq Turkiston ekanligini umumlashtirishga tirishimiz. Hozir Xitoy Çöktürüp Şinjan degan ismini umumlashtirishga tirishyapti. Bunga moslashib berayotgan Uyg'urlarmi bor? Bizning Tibetdan farqli bir tarafimiz shu. Bu chiqqan Tibetliklarning hammasi Tibet deydi-ku, Şinjan demaydi-ku. Bizninkilardan Şinjan deb berayotganlar bor. Ya mushu bir da'voga buzg'unchilik desa, mana mushuni deymiz. Endi chiqib biz avtonomiya talab qilamiz deyotganlar bor. Uyg'urlar avtonomiya talab qilmaydi deyotganlar bor. Tuhmat qilayotganlar bor bu millatga. Tamam, o'zining fikrida men buni xohlayman, mening fikrim yo'q. Uning so'zlash erkinligiga men hurmat qilishim kerak. Ammo sen bir millatning nomidan bunda so'zlash haqqing yo'q. Agar millatning nomidan so'zlaymiz desak, Sharq Turkiston xalq tog'larining shimoliy va janubida ikki qatim Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurdi. Biz shuning ovozi bo'lishimiz kerak. Ama shu masalalarda mana halqiliq masalalar xalqaralashtirib olsak Sharq Turkiston davosini, bu Sharq Turkistondan Xitoy hukumatini qo'g'lab chiqarish chiroyli gap bilan bo'ladi, qurolli bo'lamdi, u kelgusilik ishlar. Lekin favqulodda bizda bir qurolli harakat maydoniga kelib qolgan chog'da Xitoy albatta terrorist deydi bizni. Ama bu besib ilingan zimin deganni e'tirof qilsak, dunyo bizni freedom fighter deydi, ozodlik uchun kurash qilayotgan jangchilar deydi. Bular nihoyatda muhim bir masala. Agar biz o'zimizni Jungo Turas deb bilsak, bizdan shunday bir inqilob chiqib qolsa, xalqaro mutan terrorist deb turdi, chunki o'zimiz yashagan odami deb turayotgan bo'lsak. Bu yerda masala bizning Falastin ziminining davosiga o'xshash bir davo bo'lmadi. Tibetninkiga o'xshash bir davo. Shunga har qanday inson haqlari davosini qilgan tashkilot bo'lsin, bu besib ilingan zimin degan gapni cho'qim qilish kerak.
Agar To'mirni Uyg'urning qiynayotgan bo'lsa, Mishada endi bir xalqning orzusini yetkazib qo'ysam, bu surgunlik hukumatdan zo'r umid kutayotganlarning cho'ng orzularining birisi shu. Men bu qaysi kuni shu Human Rights Watch'niki Xitoy ishleri direktori Sofiya xonim bilan suhbat qilgandim, uni ochiq dedim. Bizning aramizda o'zini Uyg'ur deb olgan bir qism insonlar hozirgacha boy siz nashqatdan ta'kidlab o'tgan, biz Xitoydagi indigenous people, biz bir Xitoydagi oz sonli millat degan mavqeda turib, bizning Uyg'urga vakillik qilib medialarda g'arb mediasiga xato hukm so'zlar otadi. Og'zi kelganini juyilib otadi. Ya'ni nomus qilmay bizga kerak avtonomiya, hatto bu mustaqillikning gapi chiqsa, ochiq gap yig'lab ketilganlar bor ekan buning ichida. Ammo qaysi kuni shu bir cho'ng Yevropadagi bir yig'inda sizlar mustaqillik talab qilamsizlar, ochiqda portlab ketishga oz qolgan birisi BDTning yig'iniga kirgizmabdi-ki, chapinni peqirtib tashlablar. Dünya yüzsüz, dünya Uyg'urni tanımadi. Bu inson haqlari degan oqmaydigan gapga, avtonomiya degan oqmaydigan gapga biz o'zimizning oxirgi nishoni mustaqillik uchun kurash qilishimiz kerak deb 180 gradus o'zgarib bunday gap qoldi. Demak bu mushular jinida his qilyotdi, ya'ni bu erkinlik, özgürlük, mustaqillik, inson haqlari deb qo'yib, ana BDT'ninki inson haqlari komitetlarining bizga tutgan pozitsiyasi nima? Qarab baqsaq BDT'ninki bu inson haqlari komiteti yana birimi degan hammasi Xitoyning kontrolligiga o'tib bo'ldi hozir. Shunga hozir bizning Uyg'urlarning haqiqiy ovozi, ya'ni arzu umidi mustaqillik ishkanligini butun dunyoga tanitish nihoyat muhim masala bo'lyapti. Ammo bu haqda surgunlik hukumatdan kutiladigan umid nihoyat cho'ng. Surgunlik hukumat izg'i tushsa, xalq saylab chiqqan, xalq e'tirof qiladigan surgunlik hukumat bo'lsa, bizning shu hozir masalan Solih Xudoyor bu ishni qilyotdi, shu g'arb medialarga chiqib, haqiqiy ko'nglimizga gapni davatdi. Men ilgari nashqatam zapetim bir Solih Xudoyor yetmaydi. Maydonni eliqi söyleyişi munofiqlar egallab olgan. Bizga 5-10 Solih Xudoyor bo'lish kerak. Sizlarga bo'lgan shu vakillarning ichidan inshaalloh Solih Xudoyordan yana 5 chiqsa, 5 tarafda g'arbning mediasiga chiqib, Uyg'ur nima o'ylaydi hozir, nimani xohlaydi deganni diqqat qilsanglar hozir ekranlar, Facebooklarda hammasi eliqi lozungini ko'tarib, Independence for East Turkestan deganlar hammasiga ko'tarib o'tadi. Eliqi bayroqni ko'tarmaydi, chatarning bayrog'ini ko'taraydi deganlarni ko'tardi, u lozungini uch qo'shqar avtonomiya deganlarni ko'tardi. Demakki, majbur qilyotdi. Chunki xalqning orzusi shu, xalqning sadosi shu. Shunga hamda bu surgunlik hukumat bay deganda kuchlangandan keyin inshaalloh oranglardan shu Solih Xudoyordek g'arb medialarga yurib so'zlarimizni anlata odamdan 5-6sining az maydonga kelishini umid qilamiz. Undan boshqa sizdan bir so'raydiganim bu anlasam ayatda bu 11-yil ochiladigan qurultayga iyonni to'plash faoliyati Amerikada o'tkazildi ekan. Bundan ba'zilar bir xato tushunchi bo'lyapti, bilmadim xato tushunchimi, sizdan bir aniq so'rab olay. Bu iyonni to'plash Amerikaning o'zli bo'lamdi va yoki dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz iyonni berishni xohlasa, ulardan iyonni olamsizlar? Dünyanın har qaysi joylaridan iyonni to'plashga biz murojaat qildik millatvekillarimizga. Ular aşağıda mas'ul bo'lib yig'sin dedik. Masalan Qozog'istondagilardan, Qirg'izistondagilardan u yerda vakillarimiz var, Yevropadan vakillarimiz var, Kanadadagi vakillarimiz var, yig'moqchi buni. Biz bu Amerikadagilarnikini yig'imiz, xabar qilib qo'yaylik dedik. Chunki bizning WhatsApp to'plarida bo'lmagan qarindoshlarimizning ichida buningga getirib iyon qilaman deganlar bo'lsa, bularni xabar tep qolsin dedik. Hamda bu yerda bir rost gapni qilish kerak. Masalan biz o'sha Amerikaga eng kelgan vaqtlarimizda bir tatbiq o'tadi, mishatga jamoat dedim-ku. Shu vaqtida biz namoyish uyushtirsak 80% da 70% narlig'ida odam chiqadi.
Ama şunca uzun yıllar ötdi, şunda qadam köpeydi. Yana namoyish chiqadigan son çoğun bir derecede nüfusunun işiş nispetine göre tövellep gitti. Mesela hadi ötkende Tahir inimiz var bu Tahir Uygur yanındaydı. Tahir İmin. Tahir İmin'in ziyarıyla encümende bu statistik ki bizim Washington etrafında 4% adamlar namoyish çıkdı dedi. Aslında az istatistik hata emas. Yin kelgen vaqtlarimizda 70-80% bu nisbat. Endi ben bir yerde aklım hayran kaldığını ben nimin arzu kılmaya desem bu Uygurlar yalnız etmesin deyme. Yalnızlık Allah'a mahsus deyimiz koy. Bir yerde birlikte ben bana karkoyup buraya geliyor işlerin mevcudu yok. Micaz cihette, ideologiya cihette, kuy cihette gelişi de Allah buraya gelip teşkilat kuramdı, hatta çay kılamdı, beşirep demdi. Uygurlarının buraya gelip duruşununki naiti paydası var bizim davarımız için. Bir cemaat fikri şekillendi diye de. Bu yalnız ilişkin bile arlaşmaya kep kılış ama xatarlik bizim için. Bu neyim mi bulsun? Özü yakkan ben falançı postancına yakın olsun demeyim mi? Şu ailelerde arayan bir yeni bir aileden aralış meselesi gelgen çağda özüne yakın ağaydan bu ayalların gelişemesi. Yani bu münasebet yaxşı bulmaydı diyen aralışamaydı kendisi. Yani buların birisi geliş gerek. Eğer bulmuşsa erler bilen meşrep boyun sayallah bilen bulsun ama şu Uygurlar birbirine uçuruşup dursa bunun özümü bizim milletimizdeki bununki hareketleri için faydalı en az kendi tilimizde faydalı koy. Hiç bulmadı degende Uygurça paranlaşımız birbirimizle. Şuna benim demek çoğunun nemi için şu nemi nam bilen kesek gireydi. Uygurlar bir yere gelip toplaşkan bir hareketke yani birimiz unçilik üçmenlik kılımız onda nefretlenimiz. Ben bunu düşünemedim bu nefretten sebebini. Yaxşı şişko deyimem. Kim jığılsın. Bir yere gelin yaxşı şişko degen nesile bu terimdaşlarının bunun için bulup mu şu dava meselesi de davanı kaysı yüzünde kısın, meyli medeniyet faaliyetlerini uyuşturup bir işlerini kısın, meyli siyasi faaliyetlerini kısın. Yani bunun da hürmet kılışımız gerek birbirimizge. Birbirimizden köngül dikerek iş bulmasın mı? Hürmet kılışımız gerek de böyleyim. Tibetliklerde bu şu hürmet var. Tibet'nin ki insan hakları cemiyetinin başlığı bizden şu UAE'nin jığınlık yanışta degen. Tibet Yaşlar Kurultayı müstakillik davası kıldı. Biz insan hakları davası kılmaz. Ulanı hürmet kılmaz çünkü ulanın insani hakkı degen şeyde. Bu müşinet şekilleniş gerek evimizde. Bütün adamın benim düşüncemden astığı jığılsa, benim digenimden anlaysa, ya ki benim gibimde reddedilen adam benim düşmanım deydiğen ve gözkaraşlardan yangan vaktimizde Cuma üzülsün. Keçirsizmi Salih Efendim'den bir mühim eskertilen bir işi varken şunu bir anlap ötsek. Qanday Salih sözlem? Assalamualaikum qarindoshlar. Ma'lum kishilar surgun hukumati ishlas qilmayotdi yoki ishlas qilmadi deyotibdi va bunaqa men bir tushuntirish beray. Surgun hukumati shaxsan men 4-chi ayning 21-sida Amerika vakili yani Amerikadagi elchilar atagandan keyin men nerede bo'lsa men Türkistan Türkiye hükümeti namıdın sözü almayı. Mesela en yakın kısım 9. aylık 11. Cambridge Forum'da Şarkı Türkistan Sürgün hükümetinin ki elçileş bütün bilen söz kıldı. Türkiye devletimizin ki Slovakya işkenlikine ve Xitay devletinin ki devlet terörizm bilen bizden halkımızı kravatkanlıkına sözledim. Parlamentkiler bilen moda şu 4. ayın 21. tatilin Şarkı Türkistan Sürgün hükümet namıdın ne yapıldı? Hatta Nurgan Medya'da, İsrail'e kanallarda başlık alındı bu. Şarkı Türkistan Sürgün hükümetinin ki elçisi ulaştırmadan söz kıldı.
Bunu görmegen bolsalar, bunu itiraf kılmagan bolsalar o güzelinin işi. Ama bir yerde Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti işine sıkılmalıdır da kurup töhmet kılışmalarına ben bir kere züktü kılıp otamayım. Çünkü biz çıkılamadığımız. Hemimiz çıkılamadan takıdırdı o. Bazılarımız kolumuz kerekice çıkılamadığımız. Sürgündü hükümete tutuş, davasımız ne? Yani düşün olan devlet yani zemin davası fikirlikeni tutuş için görüşmeler var. Sürgündü hükümet. İçerişten burun bunu ben çıkacağım ayarca bunu dakil atma. Filmde onun burun mu? Bizim mektep hayatımda bu şahsi adamımda nerede olsa devam dakil atmamız. Başka sürgün hükümetindeki azalar olduğunda dakil atmak değil. Şu an için sürgün hükümeti işine sıkılmamızı doğru dışarıdan doğru emez. Bu aklına kalmazsa parayla. Şu an gözlerim ben gittim. Buldu, rahmet emse. Hayır Allah'a emanet. Salih'neki maaşını düşündürüp koyuşumu nayet caydı buldu deme. Çünkü hazır fikir berdiğen, oyun gördüğen, gavga çıkardığanlarının köpünüz deydiğen gibi şu sürgündük hükümet işlem kılmawatıdı. Ameliyatta mana Salih'nin sürgündük hükümetke vakaleten faaliyet yapıp beriyatqanlığın anlavatımız. Yani sürgündük hükümet hazır harekette. Gepinizin özü ötüp kaldım geçiyorsunuz Eyler efendim. Doğru ama Salih'in sözünü anlap. Abayakı sözümü benim kulasını kalgan sürgünde hükümet cim yatqını yok. Davamlı harekette. Salih diyen okşar. Salih bundan şeriyle öttü bunu. Bu biz özümüzden içiden mi nurgun teşvikat işlerini ip beriyatımız, anlatıvatımız hazırgıça. Elbette bu zaten ökenki tıllıqallarını gördünüz mü? Maalesef koysak mı tildi? Bu fakat çıkınmawatıdı degenler şu bu hükümetni yo'qalsın da otqanlar. Unda olsa iş qilmagansan sen nima ish qilishimiz kerak? Sen kelmamsa desangiz yo'qolib ketadi bular. Unda nima qilaylik desangiz. Endi hozir bu yerda bir narsani e'tirof qilishimiz kerak. Bu ish degan chog'da bu ish eng chong ish nima bo'ladi degan masalani. Qo'limizdan kelganini qilyapmiz butun qarindoshlar musharakatga otilayotganlar. Bu sürgünde hükümet neymiş kıvatıdı dep sürgünde hükümetine sorak tartışının orduğa. Ma devletlerde yaşavatkan 90% Uygur nimdep cemiyatıdı. Diğer neymiş sürüştürmeydi. Bu hemmimizden zımını bu, hemmimizden davası bu. Hemmimiz aktif oluşumuz gerek bu işte kegin çağda. Adır sürgünde hükümetinden bir adım tulaldığı işi yok. Mesela sürgünde hükümetini ravajlandırış için mi bir insan yaki bir yaki iki yaki üç adam full time bir maaş edip işlegen bolsa bu iş başkaça mağdı o. Bu arada işten sırtqı iş bulup kılıvatıdı. Mesela Salih'ten Allah razı olsun. Salih hemmimizden köp işini kılıvatıdı teşvikat işinde. Mesela bunun İngilizcesi mi yaxşı medyalarga çıkıvatıdı. Twitter'larda, Facebook, social medyalarda özüm yaş hem aktif full time degidek bütün vaktini şunun sarf kılıvatıdı. Allah razı olsun abim siz degandek bu Salih Xudo yardım bizga kelecek gerek. Yaşladın. Demişsiniz şu endi hazır asaslık jang meydanı şu medyada bo'ladi demasmi? Hazır medyada şu haqiqiy şu vatanda bo'lgan qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilikni aynan dunyoga anglatish biz uchun eng muhim vazifa. Bu jihatda bek ojiz biz. To'liq anlatamayapmiz. Aksincha, şu g'arb medyalari o'zlari tadqiqot olib berish, masalan, Adrian Zenz degan adam, German adam, shu janada Xitoyninki statistikalardan foydalanib bir tadqiq qilish orqali shu 1 milliondan ortiq degan gapni shu adam chiqarganda bir g'arblik researcher yana bir tadqiqotchi chiqarganligi uchun onun tadqiqoti BDT'da bütün dünyada qabul qilindi. Şunun yağı 1 milyondan ortiq Uyg'urni solyapti degan gap hamma yerda anlatilganning yağı Uyg'urniki davası dunyoda xeyli yaxshi anlatilib kelyapti. Bundan ish bo'lamdi 1 milliondan ortiq odamni solyapti qancha bo'lsa amaliyotda bizning o'lcharimizda 3 milliondan oshdi bu. Chunki bugun bir ajoyib qabih bir videoni bir hacker shu Xitoyning sistemasiga kirib, shu o'g'irlab chiqqan video-ku u.
bir poyez stansiyasida on mingga yaqin Uyg'ur 600 deb apti, shunchalarcha Uyg'ur hammasi ko'zlari tiniq, qo'llari oldi bog'laqliq. Shu kinolardagi nemis askarlari, yahudilarni tonnalab basqandek shu to'ldirib vagonlarga bir yak apmangandek ap ketyotidi. Mush ko'rinishmi dunyoni cho'chitdi. Bu shu bir ko'rinishning o'zila Xitoyga qattiq zarba bo'ldi, uning yog'onchiliklarni ichib tashlalaydi. Shunga boy degandek Solih Xudoyardan 5-6si bo'lsa, egildigan uchurlarni dunyoga vaqtida anitib tursa, buning roli nihoyat cho'ng bo'ladi. Endi mana 11-oymi oz qoldi. 11-oy menimcha 11-oyning 12-si ochamsizlar bu qurultayni. 12'de akıraş gerek 10, 11, 12. 10, 11, 12. Bu tayyorliklar asosan bitib bo'ldimi bu ishninki? Tayyorliklar bitib o'tdi. Yaxshi ketib bordi tayyorliklarimiz. İnşallah g'albilik, dag'dug'uliq bir ichilish bo'lsa, chunki xalqimiz, men burun Ablahat Nur Qarajim bilan suhbat o'tkazgandim dedim. Xalqimiz umid qilayotgan bir cho'ng bo'shliqning to'ldirilishini, ya'ni surgunlik hukumatning mushundaq Uyg'urlarni, Sharq Turkistonliklarni yetaklaydigan bir yadroniki shakllanishi vücut chiqarishni umid qiladi. Bu vaqtda shunga nurg'un odamlar garchi bayqiningdek g'aljirlarcha hujum qilganlar og'zini buzib hujum qilayotgan bo'lsa-mu, xalqimizning mutlaq ko'p qismi yana 11-oydagi bu qurultaydan zo'r umidlarni kutyotidi. Ham bu qurultayniki inshaalloh nihoyat muvaffaqiyatli, g'albilik kechirishini umid qilamiz. Andikin yana bir so'raydiganim Elyor apandim. Endi bu xalq vakillarini saylash ishlarimi toza mukammal elib berilmadi, sal jiddiy elib berilg'achqa hukumatga kirish orzusi bor, ammo turli sabablar bilan vaqtliq kirolmagan qobiliyatli haqiqiy vatanparvar qarindoshlarimiz cho'qim oz emas. Hozir garchi ular millat vakili bo'lmasa-mu, parlament a'zosi bo'lib hukumatga kirolmagan bo'lsa-mu, sizlar shu qurultayni ichib bo'lgandan keyin yana bir kirish, qatnashish, uningga vakil bo'lish fursati bo'lamdi. Endi qarangmish gapni deb so'zligim bati yaxshi so'radingiz mana savolni. Millat vakilligininki saylimi 4 yilda bir bo'ladi. Masalan, bu yil asli 10-oyda qonunimiz bo'yicha joylarda o'tkazilgan saylam. Chunki buni 6-oyning 15 tugusin dedik, unda balduga o'zgartishimizning sababi bu qonunni biz bir davlatning ichidagi millat vakilidan saylamaydi ekanmiz, butun xalqarodagi davlatlardan bo'ladi ekan, undan keyin bularning viz ishlari va tayyorlik ishlar bunga vaqt ketdi ekan, shuni baldura qilaylik dedik. Hozir qabul qilingan millat vakillari 11-oyning 12-kunidan tortib vazifaga boshlaydi 4 yillik. Endi bu ishning hammasini bularga atib qo'yishga bo'lmaydi. Mana John Kennedy'ning bir mashhur so'zi bor. Amerika mana nima qilib berdi demay, men Amerika uchun nima ish qildim degan savolni so'ranglar bizanglardan degan. Shunga millat vakili bo'lib kirmaganlarmi parlamentning ichiga mushu surgundi hukumat uchun xizmat qilsa bo'ldi joylarda shu har xil nimalarni ichib, jamiyatlarni ichib, bu non-profit organization'ni qurishim tas emas. Bir ishga odam bo'lsin qurg'in bo'ladi uni. Bu shunda yana bu tashviqotlarimizning da'vo uchun xizmat qilsa bo'ldi. Biz asosan tashviqot ishini qila olamiz hozir. Bak yo'g'on gapni qila olmaymiz. Bu shu o'tganda Solih dedi non-violence struggle deb to'g'ri aytgan bizning chet elda qila oladigan ishimiz shu hozir. Hozir biz vatanda bo'layotgan ishga ichini qarab qilishdan boshqa ishni qila olmayapmiz. Endi siz degandek abaqadek bu tashviqotni olsun undara qilsak bizning qo'limizdan keladigan ish shuki. Endi ba'zilar yomon yo'g'on gapni qiladi. Qanday urush qiladigan, qo'lga qurol oladigan, tarakturi hozirgi ahvolda bu hech qanday tayyorlik yo'q. Buning degan nurg'un pul ketadigan, nurg'un iqtisod ketadigan ish bu. Biz uningga tayyorlik qilsak bo'ladi, xato demayman men, ammo hozir undaq qilayman, hozir bundaq qilayman degan bir tantakning ishi. Mushu Xitoy
Ne başkası parçalandı ya özün işinden parçalandı, parçalanıp ketkendiğe Şarkı Türkistan'daki Xitay'dan hakimiyetini tatip alırsak çok gapmez. Şinşitay başta 6 bin askerle ki 20 bin çıkardı Xitay'ın nüfus 3% vaxtıda biz şu Şinşitay'dan hukukunu alamadık ki. Hakimiyetini tatip alamadık ki. Onda yoğun gapni azırak kılıp, mav teşvikat işini köperak kılıp, bununla tayyorlik qilsak bo'ldi. Bizning teqarimizda bir armiyaga qo'mondon bo'lgandek bir odamdan mutayin yo'q. Harbiy o'qishlar har qaysi davlatdagilar bolalarni o'qisa bo'ladi shunda. Kelgusidagi tayyorlik. Masalan, Mehmet Emin Bug'ra, Rıza Paşam qatorliq 10 necha bolani avatibdi Afg'onistondan harbiy o'qishga Turkiyaga. Buning uchun o'qishdan chiqib shu bir Mehmet Rıza Paşa o'qishni bitirib, ne qilibdi o'sha odamdan ana shu yerda general bo'lib, o'qishlarni o'qib, Turkiyani tushunib, nurg'un xizmatlarni qildi. Chunki nurg'un odamlar Turkiyaning ishigini ursa, hech kim ishigini ochmagan vaqtda bir generalga ochdi. O'sha o'quvchilarni ekildigan, yerlashtirilgan, shuningga ta'minot qildigan ishlarni boshqa vatandoshlik, xalqning iqomat ishlarida jiqishlarni qildi. Yashadan burun o'qib qolgan bu boshqa. Shunday nurg'un bir qilishga tegishli kishilar bor. Xudoyim bilsa, mushli biz tehi tashkillanib bo'lmayapmiz. Tashkillanishda bek ojiz ekanmiz. Bu şu teşkilleniş işlerini tamamlagandan keyin Xudoyim bilsa qarindoshlar bilan hammamiz hamkorlashtirib, birimizga qarab turib emas, hammamiz o'zimizning qo'lidan kelishicha ishlarni qilsak, Xudoyim bilsa harakat bizdan, nusrat Allohdan. Bir kuni mustaqilligimizni olamiz desak, cho'qim olamiz. Bo'ldi, Elyar efendim, bugun vaqtni berib qopti. Ama o 11. ayda açıldığı kurultayının vaxtımı yakınlaşıp kaldı. Ahırda xalqımızga qildigan yürek sözleriniz, çağırqınız bolsa anlasak, onundakin programımızı ahırlaştırsak. Ya bo'ldi, bütün xalqimizningki qo'llab-quvvatlashiga, buğdayning bo'lmasa buğday so'zing degan gap bor. Ehtiyojimiz bor, madad beringlar. Qo'llab bersanglarmi, shumi bir cho'ng madad bizning uchun. Hammamiz qo'limizdan kelishicha moslashib bu Sharq Turkiston milliy davosini butun dunyoga anlatishimiz kerak. Hammamiz bu ishda bir u tashkilot ya bu tashkilot hukumatga qarab qilish emas bu masala. Hammamiz o'zimizning qo'shnisiga anlatsak mı hesab, atrofidagilarga anlatsak mı hesab. Xudoyim bilsa hammalar bilan birlikda harakat qilamiz deyman. Shu hukumatning ichiga kirmaganlarmi moslashib harakat qilishni umid qilaman va orzu qilaman. Rahmat hammalarga sabrdan tanishganlarga. Rahmat. Ahırda 11. ayda açıldığı bu kurultayga zo'r utuqlar tilaymiz. İnşallah biz kutgan kuchli bir sürgündük hükümet dunyoga kelgusi. Bugun vaqt chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Elyar efendim, agar jiddiy bir ishlar bo'lib qolsa, yana sizni va hukumatchilarni ekranga taklif qilamiz. Buningga hozir turishinglar kerak. Xayr, salomat bo'ling, Allohga omonat. Sizga ko'p rahmat, mustaqillab berayotganligingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. O'zimizning xizmati, rahmat. Xayr, Allohga omonat. Allohga omonat. Xo'sh. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir uygur gülümse çıraktı. Seviliştiğimizi taşar kırmaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Seviniştiğimizi taşar kırmaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan.
kaçan dersen bana. En güzel düşlerde gözüm var. Hıyallar her kaçan gezersen tamam. En güzel düşlerde gözüm var. Aman. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vatanim aslidim kimikimde. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vatanim aslidim her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim ana. Ben seni şu kadar sevindim.